alaykum. Razmeri 1 ga 2 tonnagacha ko'taradigan mol tarozimiz bez reshotka varianti. Xudo xolasa Samarqandning Kattaqo'rg'on tumaniga mana chiqarib yuryapmiz. Bunisi o'zimizga Namanganga ketadi, Mingbuloqqa. Ichkarida xudo xolasa mana reshotkali tayyor bo'lyapti. Bunimiz Xorazmda Gurlan tumaniga ketadi xudo xolasa. Mana shu taroz bilan birga chiqarib olamiz ikkalasini. Kimga kerak bo'lsa mana bemalol murojaat qilishlari mumkin. 2 yil garantiyasi bilan 2 tonnagacha o'lchaydigan mol tarozlarimiz. Buni qulayligi mollarni turgan joyida bo'shatmasdan turgan joyda tortishga ham xususiyatiga ega bu tarozimiz. U reshotkamiz molni bo'shatib olib chiqasiz bunga. Buni esa molni turgan joyida molni bo'shatmasdan turib tagiga tiqib olib, tagida tortish xususiyatiga ega bu tarozlarimiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilishlari mumkin.